Hindistonda shunaqa joy bor ekan, u yerda faqat bokira qizlar qo'l mehnatida matolarga bezak beradi. Buni eshitib qolib, ularni matosidan ko'ylak tikishga juda ham qiziqdim. 2 oy oldin ularga eskizlarni tayyorlab, Fabella danteldan berib yubordim. Ular bu joyni topdilar va qimmat bo'ladi desalar ham zakaz berdik. Ularning ishiga qiziqib qolishimning sababi aslida kelin ko'ylagi pok bo'lish uchun aynan turmushga chiqqan qizlarning mehnatidan foydalanishar ekan. Ularning ijodga nisbatan hurmatini qarang. Hamma ularning ustidan kulib Hindistonning bayrog'ini kommentariyaga tashlayotgan bir paytda men ularning pok matosi qanday bo'lishiga juda ham qiziqdim. Men kutgan matolarim keldi va meni emotsiyamni ko'ringlar. Tez bu matolarni ishga olib kelib tikishni boshladim. Hozir yana qayta qarab chiqyapman, buncha tosh, xrustal, mayda biserlarni tikish uchun juda ham katta sabr kerak. Bu libos tayyor bo'lmasdan oldin sotildi. Libos tayyor bo'ldi va buyurtmalar qabul qilamiz.